Moskvada ancha yildan beri anaqa kvartira snimat qilib yashaymiz. Uydan ko'chmaymiz-da. Mana 5 yildan beri yashaymiz. Уже qo'ni-qo'shnilar hammani tanib olganmiz. Ular ham taniydi. Keyin ular даже bolamga tanigancha kecha ishdan kelatsam, qo'shnim lavkada o'tirgan ekan havo yaxshiligiga. Keyin gaplashib qoldi-da, gapdan gap chiqib ketib, keyin aytadi: "Bahora" dedi, "Mana san batdan ancha yildan beri yashaysan, nima qilasan? Qiynalib, har safar patent to'lab, bu qilib, lutchi gражданство olib, chetdan uy ipotekaga olib bo'lsa ham" dedi. "Yashavermaysanmi?" dedi. Keyin aytdimki, "Yo'q, nima qilaman gражданствoni olib, baribir" dedim. O'zbekistonga qaytib ketaman, 1 yil bo'lmasa 2 yil bo'lmasa qaytib ketaman qachon bo'lsa ham desam, deydi, "Nima qilasan? Atga qaytib ketib, yana o'sha eski eshi aravingda yurasanmi?" dedi. Shunaqa g'ashim keldi. Keyin aytdimki, "Nima deganing bu?" dedim. Desam, keyin bilsam, ko'p ruslar ashnadi bo'lar ekan. Bizni qoloq, sopol devorlarda yashaydigan, eski yanaqa esh aravada yuradigan xalq deb o'ylar ekan. Tipa Rossiyaga kelib odam bo'lib qoldik deb o'ylar ekan. Shunaqa g'ashim keldi, internetda ochdimda, tars ko'rsatib tashladim O'zbekistondan. Ayniqsa Toshkentda shunaqa hozir unaqa feerverklar bo'lib, anaqalar ochildi-ku, ko'p joylar, Magic City hamma yoqda ochsam, deydi, "Dubaydaqa ekan, ha, Toshkent." Unaqa dedi. Farg'onani ko'rsatdim, Namanganliklarni ko'p joyda ko'rsatdim-da, qarochi. Ko'rsatsam xursand, shokka tushib qoldi. "Shunaqami? Nimaga baqa kelib ishlaysan?" dedi. Keyin men aytdim, "Men sizlar ham mana Yevropaga borib ishlaysizlar, ko'proq pul topish uchun bizlar mana shunaqa ko'proq pul topish uchun bu yoqqa kelamiz. Biz ham davlatimiz o'zi zo'r" desam, shokka tushib, ashna g'alati bo'lib, "Zo'rman, bilmabman" dedi. Bundan keyin dedim, "Gapirishni oldin internetga kir, tekshir" dedim. "Qanaqa davlat ekan" dedim. "Mayli, sen bilmaganligi uchun hozir e'tibor bermadim, lekin boshqalarga unaqa gapirma. Biz baqa kelib odam bo'lib bo'lmadik, o'zi biz zo'r edik, sizlarda kelib" dedim. "Mana shunaqa" dedim, "ishlar qilib, ko'p ishlaringni yengillashtiryapmiz. Men dedim, "Povur bo'lib ishlayman, Allohga shukr" dedim. "Halol pul topaman. Ko'proq pul topish maqsadida, bitta kamimni yaxshi qilib olish maqsadida kelib ishlayman" dedim. G'alati bo'lib qolib, uzr so'rab qoldi.